Assalomu alaykum obunachilar. Mollarga necha? Kim biladi? Shunaqa bayliq joyda turgani yaxshimi yo? Bunaqa zagonga qo'yib yuborib baqqan yaxshimi? Andijon viloyatiga mana molxona zagon qurib bergani kelganmiz. Konteyner profillaridan bayliqda tursa bo'lmaydi ekan bu mollar. Razmerlari 20 metrga 11 metr bo'lgan joyi qilib berdik. Stokalari bilan. Shifrlari kelgan. Shifrini yopib beramiz. Stokalari shivellardan. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.